Nexus 3 avtomat korobkani qora rangini qidirib yurganlar uchun navbatdagi Nexus 3 avtomobilimiz qora rangda 2022-yilda ishlab chiqarilgan 4-pozitsiya avtomat korobka, bosib o'tgan masofasi probegi 104 ming kilometr. Qora bayramimizga 4-pokoleniya metan gaz o'rnatib qo'yilgan, texnik holatlari ham a'lo darajada, motor ходовой korobkada hech qanaqa muammosi yo'q. Kuzovi absolyutno top-toza, urilmagan, bo'yalmagan, bemalol xohlagan ustunligi ko'rsatib tekshirtirib olishingiz mumkin. 10 oy tonirovka ruxsatlari bor. 4 ta baloni yaxshi holatda, hali ancha-muncha yurib beradigan yaxshi yumshoq balonlar taqib qo'yilgan. 4 ta eshigi shuma izolyatsiyalar qilib qo'yilgan. Kuzovida bitta kichkina aybi bor, u ham bo'lsa oldi kapotda uchida mana shu chaqa joyi bor. Buni kosmetik to'ldirib yuborsa bo'ladi, bilinmaydigan qilib, arzimagan pulga. Salon qismiga keladigan bo'lsak, juda ham akkuratli salon, matvoy holatda, yaxshi chexol, yaxshi poliklar o'rnatib qo'yilgan. Magic Car signalizatsiya 909 qimmatidan o'rnatilgan. Video registrator bor, monitor o'rnatilgan, deflektorlar o'rnatilgan. Qanaqadir chiroyli bar o'rnatilgan, xullas akkuratli, приятный salon. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 10.200 dollar. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Xohlovchilar uchun через bank avtokreditga ham sotiladi. Kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.